yo mani deysan yo xotiningni deydigan qaynonalar bor-a. Nimaga ular shunaqa deydi? Birinchi o'rinda keling, bular qanaqa onalar deylik. Bular o'zicha haligi kelinni ayblab, senga yomon xotin olib berdim, sen meni yaxshi o'g'limsan, seni bu xotin baxtsiz qildi. Sen bundan yaxshirog'iga loyiqsan. Qayta uylayman. Ajrash, javobini ber. Yo meni deysan, yo xotiningni. Bu xotining meni bir tiyinga olmaydi. Xotining meni hurmat qilmaydi. degan onalar nima xohlaydi aslida? O'g'lini shunchalik yaxshi ko'radi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Ular o'zini yaxshi ko'radi. Ular faqat va faqat o'zi haqida o'ylaydigan onalar. Chunki nahotki inson tushunmasa mana oilasini buzgan erkak qanaqa bo'ladi? Qarovsiz qoladi, e'tiborsiz qoladi. Xo'p, unga boshqasini olib berdi deylik. U boshqasi yana boshqatdan boshlaydimi? Bolalarchi? Bu yoqda bolalarni ham o'ylamaydi bunaqa qaynonalar. Bu qaynonalar faqat va faqat o'zini o'ylaydigan egoist, vampir, zolim qayni odamlar hisoblanadi. Ishoning.